Assalamu alaikum rahmetullahi ve berekatuhu. Bugün yine tefsir kitabını okuştan başlayımız. Tefsir cevherleri. Bugün 421. betten 430. betkiçe okuyumuz. Allah yolda pul mal sarf qilishga undash. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Tercümesi 254. ayet. Ey iman etqanlar, sodlashish, do'stlik va Allohning ruxsatisiz shafaat bo'lmaydigan qiyomat kuni yetib kelishdan burun sizlarga biz rizq qilib bergan narsalardan yaxshilik yo'llarga sarf qilinglar. Kafirlar o'ziga zulm qiluvchilardir. Tafsiri. Qur'on Karim oldingi oyatlarda Alloh yo'lida pul mol sarf qilish masalasini intayin badiiy usulda bayon qilib, kishilarni uningga nihoyat yumshoqlik bilan tashabbus qilgan edi. Man zallazi yuqridulloha qardan hasana, ya'ni kimki pul mulni Alloh yo'lida sarf qilib, Allohga yaxshi qarz beradigan degan oyat buning misolidir. Kishilarning yaxshilik yo'llariga pul mol sarf qilishi o'xshash bo'lmaydi. Ba'zi Alloh taolaning azobidan qo'rqib qilsa, ba'zi oxiratda yuqori daraja qozonishni tilab qiladi. Shunga ularga tuvandagi oyat va buning o'xshash oyatlar bilan xitob qilingan. Ey Alloh taolaga chin dildan iymon etganlar, ey mo'minlikdan iborat eng oliy unvonga va eng isil sifatga loyiq bo'lgan kishilar, Allah taolaning roziligini va uning jannatini tilagan holda Alloh yo'lida pul mol sarf qilishga oldininglar. Mushu dunyo hayotida ko'plab yaxshilik qilib olish uchun sizlarga yetarli. Kengri fursat bor. Chunki sodlashish, do'stlik va Alloh taolaning ruxsatisiz shafaat bo'lmaydigan, faqat kishining o'z amallaridan boshqasi asqatmaydigan qiyomat kuni yetib kelgan chaqda sizlar faqat mushu dunyoda qilgan yaxshi amalinglarning mukofotini ko'rsizlar. Chunki qiyomat kuni ishlash kuni emas, mukofot va jazo ko'rish kunidir. U kunda mal dunyo va ballar asqatmaydi. Faqat Alloh taolaga bag'ishlangan sodiq va sog'lom qalbning yetakchiligida qilgan yaxshi ishlarla asqatadi. U kunda bandalar o'zlarining Alloh taolaga bo'lgan zo'r ehtiyojini texmi to'liq his qiladi. Bu dunyoda iymon bilan qurollanmagan, yaxshi amallarni qilmagan, iymondan kufrlikni afzal ko'rib, kufrning patqoqlariga petib ketgan kafirlar amaliyotda o'ziga o'zi zulm qilg'uvchilardir. Chunki ularning oxiratdagi ahvoli intayin nachar bo'ladi. Shuningdek, Allah Taala ato qilgan ne'matlarni Alloh taoladan keldi deb bilmagan, o'zim ishlab topdim-ku deb tuzkurlik qilib, uning shukronasi uchun Alloh yo'lida pul mol sarf qilishdan bosh tortganlarmi ne'matga tuzkurlik qilgan, shukr qilishning o'rnida kufrlik qilgan va o'ziga zulm qilgan zolimlardir. Oyatdagi pul mol sarf qilish amridan maqsad zakotdir. Zakot islom farzlarining biri, ijtimoiy barobarlikning asosidir. Zakot islom dinida faqirlikqa xotima berish uchun qo'llangan bir unumli choradir. Agar zakot o'z yo'lida qo'llanilsa va har kim zakotni to'liq ado qilsa, musulmonlar orasida faqirlikqa xotima bergil bo'ladi. Muhim nuqtalar. Alloh taolo ato qilgan ne'matlardan Alloh yo'lida sarf qilish talab qilindi. Bu ikki turlik bo'lib, biri zakot, yana biri sadiqadir. Zakotni ado qilish farzdir. Ammo sadiqa, xayr ihson qatorliq yordam vositalari ixtiyoriy ibodatlar qatoridandir. Ikkinchi, zakot berish bilan pul mol kemayib ketmaydi, balki barakat bilan o'sadi. Ayatul Kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huval hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tercümesi 255. ayet. Bir Allah'tan başqa haqiqiy iloh yo'qdir. Allah hamisha tirikdir. Hammani idora qilib turuvchidir. U mugdab qolmaydi, uni uyqu bosmaydi. Osmonlardagi va zimindagi hamma narsa uningdir. Allohning ruxsatisiz kimmi Allohning oldida shafaat qila olsin? Alloh ularning oldidagi va keyindagi dunyo va oxiratdagi ishlarning hammasini bilib turadi.
Ular Allah'ның ilmidən, Allah bildirişini xalğan nərsələrdən başqa heç nərsini bilməydi. Allah'ның kürsiyi asmanlarını və zəminini öz içigə sığdırdı. Asman zəminini saqlaş onun ağır gəlməydi. O həmmədən üstündür, həmmədən uluqdur. Bu ayetning oldingi ayet bilan bo'lgan munosabati. Alloh taolo oldingi oyatda har kimga bu dunyoda o'zi qilgan yaxshi amallardan boshqasi asqatmaydigan kofirlar va gunohkorlarni oxiratning azobidan qutqizib qo'yadigan hech qanday madadkor, hech qanday do'st va hech qanday shafoatchi bo'lmaydigan qiyomat kunining ahvolidan xabar bergandan keyin bu oyatda Alloh taolo o'zining ulug'ligidan va kattaligidan xabar berdi. Tafsiri. Allah Teala'dan başqa itiqad qilishqa, ibodat qilishqa va bo'ysunishqa haqliq bo'lgan hech bir iloh yo'qdir. Dunyoda kishilar tarafidan tiklivelingan saxta ilohlar ko'p, ammo haqiqiy iloh faqat birla Alloh Teala'dir. Allah Teala məngülük hayatlıqның egisi bo'lgan, hech o'lmaydigan, hamisha tirik turadigan, barliq mahluqotning ishlarini idora qilib turadigan, asman zamin va ularning orasidagi mahluqotning ishlarini boshqarish, idora qilish va parvish qilish qatorliq ishlarning hech biridan ojiz kelmaydigan, charchab qolmaydigan, mugdab qolmaydigan, uyqu va harg'inlik bosmaydigan, tangdoshsiz kuch-qudratga ega, yegani ilohdir. Allah Teala hammaning yaratquchisi va egisidir. Allah Teala xolig'ini amalga oshiruvchi qudratli zotdir. O qiyomat kunining egisi bo'lib, uning ruxsatisiz hech kimga shafaat va yordam qila olmaydigan bu kunda mahluqotlar haqida hukm chiqarish ishi uningga xosdir. Alloh taolo butun mahluqotning ishlarini o'zi yolg'iz idora qiluvchi zot bo'lib, osmon zamin va ularning orasidagi barliq olamlarni boshqarish, parvish qilish va muhofazat qilish ishlari uningga hech og'ir kelmaydi. Chunki u qudrati va ilm hikmati cheksiz, martabasi eng yuqori yegona ilohdir. Ayatul Kursining fazilati to'g'riliq kelgan hadislar intayin ko'pdir. Abu Munzir Ansari radhiyallohu anhu mundaq deb rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom bir kuni mendan: "Ey Abu Munzir, Allohning kitobidagi eng ulug' oyat qaysi?" deb so'radi. Men Alloh va uning payg'ambari biladi deb javob berdim. Payg'ambar alayhissalom yana: "Ey Abu Munzir, Allohning kitobidagi eng ulug' oyat qaysi?" deb so'radi. Bu chaqda men Allohu la ilaha illa huval hayyul qayyumdur deb javob berdim. Ondan Peygamber Aleyhisselam meydemge urup koyup, "İliminge mübarek bolsun ey Ebu Munzir" dedi. Ebu Hureyre radhiyallahu anhu mundaq degen: Peygamber Aleyhisselam meni Ramazanda fitr sadiqasi hesabıga yığılgan açlıkni taklashqa qo'ygan edi. Bir kechasi noma'lum bir odam kelib, açlıktan alg'il turdi. Men uni darhol tutib oldim. Ondan uningga: "Seni Peygamber Aleyhisselamning yeniga ilib borman" dedim. U meni qo'yib bergan, chunki men hojatman odam. Mening oilamning ochliqqa zo'r ehtiyoji bor deb turib oldi. Shuning bilan men uni qo'yib berdim. Ertasi Payg'ambar alayhissalom mendan: "Ey Abu Hurayra, kecha sen tutib olgan odamni qanday qilding?" deb so'radi. Men: "Ya Rasululloh, u odam o'zining va oilasining qattiq muhtojlikda ekanligini aytib edi. Uningga ichim og'rib qo'yib berdim" dedim. Payg'ambar alayhissalom: "U yana keladi" dedi. Payg'ambar alayhissalom uni yana keladi deganlik uchun uni cho'qim keladi deb uni marab turdim. Rost degandek u yana kelib ochliqdan alg'il turdi. Men uni yana tutib oldim. Uningga "Amsini Payg'ambar alayhissalomning oldiga ilib borman" deb chingtirdim. U menga yolvorib, "Meni qo'yib etgan. Men rostli muhtoj odam. Oilamning ochliqqa zo'r ehtiyoji bor" deb turib oldi. Men yana uni qo'yib berdim. Ertasi Payg'ambar alayhissalom mendan yana: "Kecha sen tutib olgan odamni qanday qilding?" deb so'radi. Men yana ayni javobni berdim. Payg'ambar alayhissalom: "U sen yolg'on aytibdi. U yana keladi" dedi. 3-chi qatim uni yana ochliq ilib olgan chig'ida tutib olib, uningga "Men seni 3 qatim tutib oldim. Sen kelmayman" deb qo'yib, yana kelding. Endi men seni Payg'ambar alayhissalomning oldiga cho'qim ilib borman deb turib olgan edim. U: "Sen meni qo'yib bergin. Men sana foydali bir so'zlarni o'rgatib qo'yay" dedi. Men
Men qaysi so'zlar u devidim, u menga iza avayta ila firashika faqra ayatal kursiyi lan yazala alayka minallahi hafizun ve la yaqrabuka şeytanun hatta tusbiha. Yani sen uxlashdan burun ayatul kursini o'qigin. Agar shunday qilsang, Alloh tarafidan sana bir farishta hamroh bo'lib, seni barliq xatarlardan qo'g'daydi va tong atguncha sana shayton yiqilisholmaydi dedi. Ertesi Peygamber Aleyhisselam menden, "Ey Ebu Hureyre, kecha sen tutib olgan odamni qanday qilding?" deb so'radi. Men u menga foydali so'zlarni o'rgatib qo'ygan edi, uni qo'yib berdim dedim. Payg'ambar alayhissalom mendan qaysi so'zlarkan u deb so'radi. Men u Allahu la ilahe illa huvel hayyul qayyum degan ayetul kursidir deb javob berdim. Ondan Payg'ambar alayhissalom menga o yolg'onchidir sana rost gap qilibdi. Ey Ebu Hureyre, sen 3 kechadan beri kim bilan so'zlashayotganligingni bilamsan? O şeytan edi dedi. Muhim noktaları. Birinci, yuqorqi ayatul kursi deb atildi. Ayatul kursi Qur'on Karimdagi eng ulug' ayet bo'lib, uningda Alloh taolaning 18 ismi bayon qilingan. Bu ayet 50 söz ve 15 cümleden tarkib topgan bo'lib, hammasi degidek Alloh taolaning kamoli, qudrati, esil sifatlari, ulug' ismlari bayon qilingan. İkinci, ayatul kursini her bir farz namozdan keyin ve akşam yetishdan burun o'qish mustahab amallardan bo'lib, uning fazilati cho'ng, foydalari ko'pdir. Din zorlaş yoktur. Dinde zorlaş yoktur. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tebeyyenel rüştü minel gayy. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Tercümesi 256 ayet. Dinde zorlaş yoktur. Hidayet azgınlıktan aniq ayrıldı. Kimki tağutni inkar qilib Allah iman etadigan o sunmaz, mahkam tutqan bo'ladi. Tağut cho'qingan barliq saxta ilahlarga, azgın yo'lboshchilar va zalim hukmdorlarga qartilgan atalg'i bo'lib, shayton bu tağut qatoriga kirdi. Allah hammani anglab turg'uchidir, hammani bilib turg'uchidir. 257 ayet. Allah iman etganlarning egisidir. Ularning küfrünün qarangılıqlardan imanның yo'ruqligiga chiqaradi. Kafirlarning do'stlari tağutdir. Tağut ularni imanның yo'ruqligidan chiqarib, küfrünün qarangılıqlarga kirgizdi. Ana shular do'zax ahlidir. Ular do'zaxdan mangu qolg'uchilardir. Nazil bo'lish sababi tafsiri Tabariyda bayon qilinishicha, la ikraha fid din degan oyat Ansarlardan Salim ibn Avif degan kishi haqida nazil bo'lgan bo'lib, uning ikki o'g'li islom dinini kelishdan burun xristian bo'lib ketadi. İslam dini kelgandan keyin ular Madina keladi va atasiga qo'shiladi. Atasi ularni musulmon bo'lishga qistaydi, ammo ular qabul qilmaydi. Shuning bilan ularning atasi ularni elib Payg'ambar alayhisolamning yoniga keladi va mundaq deydi: "Ya Rasululloh, ularni musulmon bo'lishga zo'rlasam bo'lamdi" deydi. Shu vaqtda bu oyat nazil bo'ldi. Tafsiri Alloh taolo yuqorida o'tgan ayetul kursida özünün kamali qudretini ve yegane tanrısız ilah ekanligini bayon qilgandan keyin bu oyatlarda kishilarni Alloh taoloning diniga zo'rlab kirgizishga urinishga bo'lmaydiganligini, haqiqat botildan aniq ayrilgan ekan, kishilarning yaxshi yomonni, to'g'ri xatoni farq etib, to'g'risini o'zlari tanlab olishi kerak ekanligini bayon qiladi. İslam prinsipi bo'yicha kishilarni dinga kirishga zo'rlashga bo'lmaydi. Yana bir oyatda Alloh taolo payg'ambar alayhisolamga mundaq degan: "Efe tukrihun nase hatta yakunu mu'minin." Yani sen kişilerin Müslüman buluşma mecburlamakçı mı? Çünkü
İslam dini kişilerinin etiqat erkinligini ve din tanlashda hür ekanligini dünyada tunji qitim e'lon qilgan eng ilg'or, eng haqqoniy dindir. Kishilarga haqiqatni to'g'ri yo'sinda aniq tushuntirib berish bilan birga, ularni musulmonlikqa da'vat qilish, ondan qaysi yo'lni tanlash ixtiyorini ularga topshirish, ularni islom diniga kirishga zo'rlamaslik talab qilindi. İslam düşmanlarının İslam dini qilich bilan tarqalgan deydigan safsatlari ularning islom diniga bo'lgan o'chmanligidan o'ydirib chiqqan yolg'onlar bo'lib, islom prinsiplari va shonliq islom tarixi bu safsatlarni qat'iylik bilan rad qiladi. Musulmonlar payg'ambar alayhissalom Madinaga hijrat qilishdan burungi chog'larda namozlarni maxfiy o'qiydi, chunki ular Makka kofirlarining dushmanlik qilishidan va o'ch olishidan ehtiyot qiladi. Keyincha musulmonlar Allah Teala'nın yardımı bilen Medine'de tunca İslam devletini berpa kılgandan keyin ular kuch quvvatga ega bo'ldi. Din zo'rlash yo'qdir degan oyat Payg'ambar alayhissalom Madinaga hijrat qilib, u yerda islom devletini berpa qilgandan 3 yil keyin nozil bo'lgan bo'lib, o chaqda musulmonlar qudratli edi. Madinadagi ba'zi munofiqlar musulmonlarning kuch qudratidan qo'rqib, o'zlarini yolg'ondan musulmon deb yurgan edi. Islom tarixidagi munofiqlik eng dastlab Madinadagi munofiqlardan boshlangan. İslam devletinin Mekke devrinde münafık yok idi. Çünkü o çağda Müslümanlar aciz, kafirler güçlü idi. Şu an Müslümanlar özlerinin Müslüman ekanligini yoshirib yashashga mecbur idi. Ama Medine'de kafirlerin arasındaki bazı korkunçak insanlar özlerinin kafirlikini yoshirib, özlerini Müslümanca ko'rsatib yashashga o'tgan. Müslümanlar şundaq güçləngan Medine devrinde Allah Teala Müslümanlara talimat verib, kişilerini dinga zo'rlashga qat'iy bo'lmaydiganligini ochiq bayon qilgan. Müslümanlar qudrat topgan shundaq vaziyatdami, kishilarni islomga zo'rlashni rad qilgan tursa, qaysi vaqtda, qaysi joyda kishilarni islomga zo'rlash yuz bergan? Kafirlar qarshi ilib berilgan g'azotlarning hammasi Allah Teala'nın dinini üstünlükə ega qilish, islom da'vatining yo'lini ichish, uning oldidagi to'siqlarni to'siqlarni pachoqlab tashlash, kafirlarning hujumini qaytarish, musulmonlarning haq-huquqini qo'g'dash, insonlarning e'tiqod erkinligini yo'l qo'yish qatorliq maqsadlar ilib berilgan. Kafirlar qarshi ilib turgan g'azotlarning hammasi Allah Teala'nın dinini üstünlük ega qilish, islom da'vatining yo'lini ichish, uning oldidagi to'siqlarni pachoqlab tashlash, kafirlarning hujumini qaytarish, musulmonlarning haq-huquqini qo'g'dash, insonlarning e'tiqod erkinligini yo'l qo'yish qatorliq maqsadlar bilan ilib berilgan. Chunki mushrik arablar musulmonlarni islom dinidan chiqarib, ajdodlari e'tiqod qilib kelgan mushriklik diniga qaytarish uchun bor kuchini sarf qiladi. İslam dinining kafirlardan va kafir hukmdorlardan talab qilgani kishilarni din tanlashda o'z ixtiyoriga erkin qo'yib berishdan iborat edi. Allah Teala kishilarga payg'ambarlarni avatish, kitoblarni nozil qilish orqali haqiqatni yetkazdi, o'rgatdi va bildirdi. Haq bilan batilning farqini ayirib ko'rsatib berdi. Kishilarni haqiqatga ergishishga chaqirdi. Shunga dunyodagi barliq saxta ilohlarni rad qilib, yagona Alloh taologa iymon keltirgan odam sunmas, mahkam tutqun tutgan bo'ladi. Ammo haqiqatning sadosiga quloq solmay, batil yo'llarni haqiqatdan afzal ko'rib, ozg'inlik yo'lida mangan va Alloh taoloni tanimaganlar o'mchikning to'ridan chidamsiz va ojiz bir narsaga eslagan bo'ladi. Allah Teala o'ziga chin dildan iymon etgan haqiqiy mo'minlarning yetakchisi va yordamchisidir. Allah Teala haqiqatga ergishishni xohlaganlarni hidoyatning, iymonning va islomning nuriga yetaklaydi. Ularga yordam qiladi. Ularni kufri, azg'unlik, shak va nifoqning illatlaridan va gunoh ma'siyatlardan saqlaydi. Oxiratda bo'lsa ularni do'zax azobidan yiroq qilib, noz-ne'matli jannatlar bilan mukofotlaydi. Ammo kofirlar saxta ilohlarga, azg'un yo'lboshchilarga cho'qinadi. Ularga ishonch qilib, ulardan yordam tilaydi. Ular ishonch qilib cho'qingan bu saxta ilohlar ularni to'g'ri yo'ldan chiqaradi. Ularni bir Allohga e'tiqod qilishdan iborat tug'ilishdan beri o'zlarida bor bo'lib kelgan tabiiy ongdan yiroqlashtirib, kufri va azg'unlikni azgonlarga ko'midi. Oxirida ergashguchilar ergashilguchilar bilan birlikda do'zaxdan o'rin oladi. Ular do'zaxda mangu qoladi. Muhim nuqtalar. İslam dinida kishilarni uningga kirishga zo'rlash yo'q. Haqiqatni tushuntirib, uningga kishilarni chaqirish har bir musulmonning vazifasidir. Eng to'g'ri yo'l va eng haq din islom dinidir. İslam dinidan boshqa dinlarning hammasi azg'unlikdir.
Yaman işlerini terk etiş, yaxşı işlerini qilishdan afzaldir. La ilaha illallah'ның ma'nisi Allah Taalaga chin qalbidan e'tiqod qilib, barliq saxta ilahlarni, yolg'on ma'budlarni e'tiqod va amal jihatda rad qilish demakdir. Allah Taala'nın muhabbetiga ve yardımıga erişishning birli yo'li iymonda rostchil bo'lish ve Allah Taala'nın nafratiga uchrashga sabab bo'ladigan yomon ishlarni tark etish orqali Allohga taqvodorlik qilishdan iborat. Allah Taala'nın yardımı Allah ko'rsatgan yo'lda izchil yurguchi mo'minlarga xosdir. Nemrut ve onun kibrisi. Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Tercümesi 258. ayet. Allah ata qilgan padişahlık tüpeyli hakavurlashib Rabbi to'g'risida İbrahim bilan munozirlashgan odam, ya'ni Nemrutni ko'rmadingmi? Shu vaqtda İbrahim uningga mening Rabbim o'likni tirildiroladi, tirikni o'ldiroladi degan edi. U menmi tirildirolmayman, o'ldiralayman dedi. İbrahim Allah kunni sharqdan chiqirdi, qani sen uni g'arbdan chiqirib boqqin dedi. O kafir ig'iz ocholmay qoldi. Allah zalim qavmni hidoyat qilmaydi. Şunun bilan bugünkü planımız oralandı. A vital step to success in life is often a world-renowned university. Oxford Royal Academy.
Есть одна простая ошибка, которую женщины допускают в макияже и даже не подозревают об этом. Если вы хотите выглядеть
How are things going? Если вы хотите наконец-то заговорить на английском, то перестаньте делать эти три.
Assalamualaikum. Eğer sen de İngilizceni geliştirmek için hep doğru zamanı bekliyorsan, işte o zaman bu zaman. Open İngilizce... Tanrı aşkına bu kızın aklında neler geçiyor? Bir erkekten liseli tarzı bir not mu? Bir komünistten Viyan bu haftanın karnesiyle aldıkları parça parça koyun etinin paketini açtı ve eti mutfak tezgahına koydu. Isabella her zaman fevri davranan biri olmuştu. Gerçekten de tam bir doğal afetti. Kuralları çiğnemeyi seven bir kızdı. Sayısız rahibe ve öğretmen onu kontrol altına alınmayacağını ve baskılanmayacağını yaşayarak öğrenmişti. Ama bu farklıydı. Bu dans pistinde bir delikanlıyı öpmek, sirke gitmek için okuldan kaçmak ya da körse ve çorap giymeyi reddetmek gibi değildi. İşgal altındaki bir ülkede savaş zamanıydı. Isabella'nın yaptıklarının bedelini hala ödemiyor olmasına şaşırıyordu. Viyan koyun etini ince ince kıydı. Değerli bir yumurta ve bayat ekmekle karıştırdı. Sonra tuz ve karabiberle çeşnilendirdi. Karışımdan köfteler yapıyordu ki eve doğru yaklaşan motosikletin sesini duydu. Gidip ön kapıyı dışarı bakabileceği kadar araladı. Taş duvarın üzerinden motosikletlerden inen yüzbaşı Beck'in kafası ve omuzları görünüyordu. Dakikalar sonra yeşil bir askeri kamyon gelip onun motosikletinin arkasına park etti. Bahçede 3 Alman askeri daha göründü. Adamlar aralarında konuştuktan sonra Viyan'ın büyük babasının inşa ettiği güllerle kaplı taş duvarın etrafında toplandılar. Askerlerden biri elindeki balyozu kaldırıp duvara sertçe indirince duvar paramparça oldu. Taşlar parçalara ayrıldı. Güller yere döküldü ve pembe yaprakları çimenlerin üzerine dağıldı. Viyan koşarak bahçeye çıktı. Yüzbaşı! Balyoz tekrar indi. Gün! Madam, dedi Beck. Mutsuz görünüyordu. Viyan artık onu ruh halini anlayacak kadar tanıyordu. Beck bundan rahatsız olmuştu. Yol boyunca bütün duvarları yıkmamız emredildi. Bir asker duvarı yıkarken diğer ikisi ön kapıya geldi. Aralarında bir şakaya gülüyorlardı. Viyan'ın yanından geçip izin almadan evine girdiler. Taziyelerimi sunuyorum, dedi Beck. Molozların üzerinden atlayarak Viyan'ın yanına gelirken, gülleri sevdiğinizi biliyorum
ve çok üzücü ama adamlarım evinizle ilgili olarak el koyma emrini yerine getirecek. El koyma emri mi? Askerler evden çıktı. Bir tanesi şömine rafının üzerindeki yağlı boya tabloyu, diğeri ise salondan aldığı kabarık koltuğu taşıyordu. Büyük annemin en sevdiği koltuk, dedi Vian sessizce. Üzgünüm, dedi Beck. Engel olmadım. Neler oluyor? Isabella bisikletiyle taş yığının üzerinden geçip onu ağaca yasladığında Vian rahatlasın mı yoksa endişelensin mi bilemedi. Ev ile yol arasında bir engel kalmamıştı zaten. Isabella bisiklet sürdüğü için kızaran yanaklarıyla bile güzel görünüyordu. Terden ışıldıyordu. Dalgalı, parlak, sarı saçları yüzünü çevriliyordu. Soluk kırmızı elbisesi bütün doğru yerlerden vücuduna yapışmıştı. Askerler ona bakmak için durdular. Aralarına oturma odasından aldıkları sarılmış haldeki abusun halısını sıkıştırmışlardı. Beck şapkasını çıkarıp halıyı taşıyan askerlere bir şey söyledi ve askerler kamyona doğru aceleyle ilerledi. Duvarımızı mı yıktınız diye sordu Isabella. Sturm Banferur yoldan bakıldığında bütün evlerin görünmesini istiyor. Birileri Almanlar aleyhine propaganda broşürleri dağıtıyormuş. Onu bulup tutuklayacağız. Sizce zararsız kağıt parçaları bütün bunlara değer mi? Diye sordu Isabella. Zararsız olmaktan çok uzaklar, Matmazel. İnsanları teröre teşvik ediyorlar. Terörden kaçınmalıyız, dedi Isabella kollarını göğsünde kavuşturarak. Vian gözlerini Isabella'dan alamıyordu. Ters giden bir şeyler vardı. Kız kardeşi duygularını bastırıyordu. Saldırmaya hazırlanan bir kedi gibi hareketsizdi. Yüzbaşı, dedi Isabella bir süre sonra. Oy Matmazel. Askerler kahvaltı masasını taşıyarak yanlarından geçti. Babam hastalanmış. Hastalanmış mı? Dedi Vian. Benim neden bundan haberim yok? Nesi varmış? Isabella ablasını görmezden geldi. Benden Paris'e gidip onunla ilgilenmemi istedi ama senin mi onunla ilgilenmeni istedi diye sordu Vian kuşkuyla. Yüzbaşı Beck, buradan ayrılmak için seyahat iznine ihtiyacınız var, Matmazel, dedi. Bunu biliyorsunuz. Biliyorum. Isabella hiç nefes almıyor gibiydi. Belki siz onu benim için temin edebilirsiniz diye düşündüm. Siz de aile babasınız. Bir babanın çağrısına cevap vermenin ne kadar önemli olduğunu mutlaka anlıyorsunuzdur. Tuhaf bir şekilde Isabella konuşurken yüzbaşı dönüp yanına baktı. Sanki asıl önemli olan onun ne düşündüğüydü. Sizin için geçiş kartı alabilirim boy, dedi yüzbaşı. Aileyle ilgili böyle acil bir durum söz konusuysa minnettar kalırım, dedi Isabella. Vian afallamıştı. Beck kız kardeşinin onu kullandığını göremiyor muydu? Ayrıca neden kararını verirken Vian'a bakmıştı. Isabella istediğini elde ettiği anda yeniden bisikletine döndü ve onu alıp ahıra doğru sürdü. Lastik tekerlekler bozuk zeminde titreyip sarsılıyordu. Vian peşinden koştu ve ona yetişince "Babam hasta mı?" diye sordu. "Babam iyi." "Yalan mı söyledin? Neden?" Isabella'nın duraksaması Vian'ın gözünden kaçmadı. "Sanırım yalan söylemenin bir anlamı yok. Her şey ortaya çıktı. Cuma sabahları Henry ile buluşmak için
Evden gizlice çıkıyordum. Şimdi de benden onunla birlikte Paris'e gelmemi istedi. Montmartre'da küçük, şirin bir pide sahibiymiş. Delirdin mi sen? Sanırım aşık oldum. Birazcık belki. Aşık olduğundan bile emin olmadığın bir adamın yatağında birkaç gece geçirmek için Nazi işgalindeki Fransa'da seyahat edip Paris'e mi gideceksin? Birazcık aşıkmış. Biliyorum, dedi Isabella. Çok romantik. Senin ateşin çıktı herhalde. Belki de bir tür beyin rahatsızlığın vardır. Ryan ellerini beline koydu ve burnundan soluyarak hoşnutsuzluğunu belli etti. Eğer aşık bir hastalıksa sanırım ona yakalandım. Yüce Tanrım, Ryan kollarını göğsünde kavuşturdu. Bu aptallığa engel olmak için söyleyebileceğim bir şey var mı? Isabella ona baktı. Bana inanıyor musun? Nazi işgalindeki Fransa'yı bir şaka için geçeceğime inanıyor musun? Bu sirke gitmek için okuldan kaçmaya benzemez Isabella. Ama bana inanıyorsun, öyle mi? Elbette, Ryan omuz silkti. Çok aptalca. Isabella tuhaf bir şekilde kırgın görünüyordu. Ben yokken Beck'ten uzak dur sadece. Ona güvenme. Tam sellik bir davranış değil mi? Beni uyaracak kadar endişeleniyorsun ama yanımda kalmıyorsun. Asıl önemli olan senin ne istediğin. Sophie ve ben çürüsek de umurunda olmaz. Bu doğru değil, öyle mi? Paris'e git, eğlen ama şunu bir an bile unutma. Yeğenini ve beni yüzüstü bırakıyorsun. Ryan kollarını tekrar göğsünde kavuşturup bahçesinde durmuş, evinin yağmalanmasını denetleyen adama baktı. Onun yanında bırakıyorsun. Yüzüstü bırakıyorsun. Yüzüstü bırakıyorsun. Peer relationships are inherently insecure. There is yet a fourth and even more fundamental cause forcing peer-oriented kids to escape their heightened susceptibility to emotional wounding. The vulnerability engendered by peer orientation can be overwhelming even when children are not hurting one another. This vulnerability is built into the highly insecure nature of peer-oriented relationships.
Vulnerability does not have to do only with what is happening, but with what could happen. With the inherent insecurity of attachment, what we have, we can lose, and as the greater the value of what we have, the greater the potential lose. We may be able to achieve closeness in a relationship, but we cannot secure it in the sense of holding on to it, not like securing a rope or a boat or a fixed interest bearing government bond. One has very little control over what happens in a relationship, whether we will still be wanted and loved tomorrow. Although the possibility of lose is present in any relationship, we parents strive to give our children what they are constitutionally unable to give to one another, a connection that is not based on their pleasing us, making us feel good, or reciprocating in any way. In other words, we offer our children precisely what is missing in pure attachments, unconditional acceptance. Human beings have an intuitive understanding of the point at which vulnerability is too much to bear. Vulnerability due to fear of lose is inherent in pure relationships. In pure relationships, there is no maturity to learn on, no commitment to depend on, no sense of responsibility for another human being. The child is left with the stark reality of insecure attachment. What if I don't connect with my peers? What if I cannot make the relationship work? What if I don't want to go along with things my buddies do? If my mom doesn't let me go, or if my friend likes so and so more than she likes me, such are the ever present anxieties of peer oriented children never far below the surface. Peer oriented children are obsessed with who likes whom, who prefers whom, who wants to be with whom. There is no room for missteps, for perceived disloyalty, disagreement, differences, or non-compliance. True individuality is crushed by the need to maintain the relationship at all costs. Yet, no matter how hard the child works, when peers replace parents, the sense of insecurity can escalate until it is too much to endure. That is often when the numbness sets in, the defensive shutdown occurs, and the children no longer appear vulnerable. They become emotionally frozen by the need to defend themselves against the pain of loss, even before it actually occurs. Similar dynamics come powerfully into play in the sexual love relationships of older teenagers. See chapter 12. In Separation, the second volume of his great trilogy on attachment, John Bowlby described what had been observed when 10 small children in residential nurseries were reunited with their mothers after separations lasting from 12 days to 21 weeks. The separations were in every case due to family emergencies, and
the absence of other caregivers, and in no case due to any intent on the parents' part to abandon the child. Okay. Benim düşüncelik basın. Aleyküm selam.